Bugun ijtimoiy tarmoqlar mana shu kabi mazmundagi videolarga rosti to'lib toshdi. Men bu voqea aynan qayerda, qachon, nima uchun bo'lganligi haqida to'xtalib o'tirmoqchi emasman. Biroq sizlarning bor diqqat e'tiboringizni buning bundanda kattaroq fojiasi mavjudligiga qaratishingizni so'ragan bo'lardim. Endi e'tibor qiling, voqeliklarda yosh bolalarning ham aralashib yurganligi yoyinki oyoq ostida qolayotganligiga ham guvoh bo'lyapmiz. Bir narsa aniqki, bu muammo xoh xonadon egasi, xoh ijrochilarning aybi bilan yuzaga kelgandir va albatta bir hafta, bir oy yoyinki bir yildan keyin bu muammo aniq hal bo'ladi. Biroq mana bu murg'ak qalb egalarining qalbida, ongida, tasavvurida bu voqealar qanday iz qoldiradi? Katta ehtimol bilan bu bolalar qonunga, vatanga, jamiyatga nisbatan nafrat hissi bilan ulg'ayishi mumkin. To'g'ri, biz adolatni qaror toptiryapmiz deyapmiz. Har bir masalaga qonuniy yechim topyapmiz deyapmiz. Biroq bir narsani unutmang, har qanday bola uchun uning otasi va onasi eng to'g'ri yo'ldagi odam bo'lib qolaveradi. Shuning uchun bu kabi talatupli vaziyatlarda eng muhim jihat bolalar masalasiga juda nozik va e'tibor bilan qarashimiz kerak. Nazarimda.